Bismillah, alhamdulillah. Isro va Mi'roj voqeasi juda ajoyib voqealardan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada da'vat qilib yurganlarida juda ko'p qiyinchiliklar ko'rdilar. Qiynaldilar, ayniqsa amakilari Abu Talib vafotlaridan keyin u kishiga zulm yana ko'paydi va Toifdan qaytganlarida juda tushkunlikda bo'ldilar. O'sha paytlarda Alloh subhanahu va taolo payg'ambariga, o'zini bandasiga bo'lgan rahmatidan u kishiga bir ko'ngillari taskin topadigan mo'jiza ato qiladi. Uyamizda bilgan Isro va Mi'roj voqeasi. Isro degani bu yuborish, ketkazish degani, ya'ni Alloh subhanahu va taolo payg'ambarini Masjidul Haromdan, ya'ni Makkadan Masjidul Aqsoga, ya'ni Quddusga ruhlari va jasadlari bilan uyg'oq hollarida kechani bir vaqtida yuboradi. O'sha kechani o'zidayoq qaytib keladilar. Me'roj bu ko'tarilish degani. Ya'ni Baytul Maqdisdan, Masjidul Aqsodan 7-chi osmonga ko'tarilganlar. U yoqda ba'zi bir voqealar bo'lgan, ba'zi payg'ambarlarni ko'rganlar, Jabroil alayhissalomni ikkinchi bor haqiqiy suratlarda ko'rganlar, yana Kavsar anhorlarini ko'radilar. Va u kishiga va ummatlariga bir muhim vazifa yuklatilgan. Bu ham bo'lsa 5 vaqt farz namozni ado qilish vazifasi. Isro va Mi'roj qissasi haqida Imom Buxoriyni sahih to'plamlarida va boshqa sahih to'plamlarda bu voqea kelgan va bu voqeani haqiqiy bir olim kishilar, ahli ilmlarni sharhi bilan eshitib chiqishni maslahat beraman. Juda ko'p foyda, iymoniy foydalar, mo'min kishini oxiratga yaqin qiladigan ta'sirli foydalar bor inshaalloh. Nega endi ahli ilmlar dedim? Chunki ko'p to'qimachilar bu voqeaga oid juda ko'p to'qima bo'lmagan narsalarni qo'shib yuborishgan. Shuning uchun ham musulmon kishi, ya'ni dinini salomat tutish kerak, aqlli bo'lish kerak, ishonchli manbalardan eshitib amal qilish kerak. Ba'zi bir zaif hadislar kelgan, bu kunda ro'za tutish haqida kelgan yoki o'sha Isro Mi'roj kechasida biror bir amallarni targ'ibot haqida kelgan hadislar. Lekin muhaddis ulamolarimiz, hadis mutaxassislari bularni hammasini rad qilishgan. O'zi aslida Isro Mi'roj kechasini aynan qachon kunligi haqida o'zi ixtiloflar bor va 27-kunida bo'ladi Rajab oyini degan so'zlar umuman rad qilingan muhaddislar tomonidan. Endi bir odam "Yo'q, men o'sha zaif hadis bo'lsa ham amal qilaman" desa, o'zi biladi. Esimizdan chiqmasinki, biza san'at ummatimiz, ya'ni Qur'on va sunnat va islom ahkomlari, islom odoblarini Alloh subhanahu va taolo bizaga o'ta ishonchli kishilar bilan saqlab qo'ygan. Alloh subhanahu va taolodan o'zini habibiga, rasuliga taskin xotirjamlik berganidek, bizga ham ibodatlarimizda taskinlik bersin. U kishiga yetgan musibatlarni, bezovtaliklarni ketkazgani kabi bizadan ham musibatlarni aritsin. Qiyinchiliklarni yengil qilgani kabi bizani ham balki ahli oilamizda yoki farzand tarbiyasida yoki er-xotin oralaridagi o'sha bezovtaliklar bor. Alloh taolodan so'raymizki, o'sha bezovtaliklarni Alloh taolo ketkazsin va o'zi bizadan rozi bo'ladigan ibodatlarga muvaffaq qilsin.